programmani rengarang dunyoning haqiqiy ko'zi bo'lgan Ko'znak Abditali alohida qo'llagan. At the bar. Yeah. Yo, you wanna meet me at the lounge? Okay. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Boş nayiyəsi. Razı məndə külər yüreklə, xuş içilğan ğunç çiçəklə, nazlıq söygü vısal arzusu, qəlblədi milyon tiləklə. Aypəri, Məliki Gülgün sənəmlə, bərdəm nəvquran jigit erkəklə, mehirlik qəlblə, illaq ailə, razı məndə güzel xatirələ. Razı məndə yeni yıllıq kart fəaliyyət başlandı. Fəaliyyət vaxtı 12-ci ayının 1-ci gündən 1-ci ayının 31-ci günü güç boludu. Qimmetlik fürsətini qoldun berib etmən. Sürətlik kartina və rəngarəng hayat qədəmləri, muhabbət və güzellik olsa, razı mən toy girim, toy sürətçiliki. Sırdaşlar Klubu programmasi Çolpanlarning biz bilmaydigan, anglashni xohlaydigan taraflarini yo'rib beradigan ko'ngil ichish tipidagi san'at programmasi. Bundaqda mushundaq huzur programmaning televizorda ko'ralmagan qismini Ündidar salonimizda ko'rishni xohlamsiz? Çolpanlardan so'raydigan savolingiz bormi? Keyingi sonda qaysi Çolpanning chiqishini xohlaysiz? Naq maydonga kelib Çolpanlar bilan birlikda o'yin o'ynashni xohlamsiz? Bundaqda siz ekranimizga ichkilik kodni skanerlab yoki Ündidaringizdagi salon izlash ko'znikidan Okean TV'ni izlab qo'shib olib, programmamiz bilan bevosita aloqalashing. Biz Okean TV Ündidar salonida sizning yurak so'zingizni anglay olamiz. Balkim keyingi sondagi talablik tomoshabin dal siz o'p kelishingiz mumkin. Ekranimizdagi ichkilik kodni skanerlab yoki Ündidaringizdagi salon izlash ko'znikidan Okean TV'ni izlab qo'shib oling. Biz sizni Ündidarda saqlaymiz. Salom qarindoshlar, bizni sevimxonliklar uchun sizlarga xizmat qilmoqchi bo'lib huzurlarga yetib keldik. Kamina Nijot Valiyoqdan hammalarga egilib turib, oliy ehtiromlar bo'lsin.
berib kelgan, bizni yaxshi ko'rgan, bizni qo'llab kelayotgan barcha azizlar. Men Dilrabo abla. Salam, sirdoshlar, dildoshlar. Pekir Ekber Cürettin hammanglarga o'tib salam. Merhaba, bugünküdek güzel minutlarını biz bilen birlikte ötküzüş için sahnimizge yetip kelgen aziz dildaşlar, kurdaşlar, hammanglarga Roşengülümüddin otluk salam. Salam tatlı külkiler bilen hayatga ümit bag'ishlayotgan ateş yürekler, men tabassum qilman. Programımızı görüşenlerini kızgın karşılamamız qarindoshlar. Albatta bizning Sirdoshlar klubi programımız Okean televiziyasiningki teatrim, kanallarda her vaqt qarindoshlarimizni huzurida bo'ldik. Görüşenlerini karşılamamız. Sirdoshlar klubi programmasi bizningki ko'znak aptitali orqali bizning telefon abonentlarimizningki huzurida bo'lgandan boshqa yana Okean televiziyasining orqasi kanallarda nurg'ulg'an ko'rmanlarning qizg'in olqishiga erishyapti. Demak, hozir Sirdoshlar klubi programmasi Okean televiziyasining jumladan Uyg'ur programmalarining orasidagi intayin olqishliq, intayin ko'rilish nisbati yuqori bo'layotgan programmalardan biri. Albatta Sirdoshlar klubi programmasi yo'l qo'yilgandan tortib ta hozirgacha har millat qarindoshlarining aytib yoqtirib ko'rishiga muyassar bo'lyapti. Chunki biz Sirdoshlar klubi programmamizda nurg'ulg'an cho'lponlarimiz bilan bizningki xalqimiz e'tirof qilgan bizningki kishilarimiz bilan birlikda eng yaqin oraliqda turib ular bilan muңdishimiz, sirlashimiz, ajoyib ko'ngilli o'yinlarni birlikda tamomlaymiz. Eng muhimi ularning turmushiga kirib, ularningki haqiqiy asli holatini, ularningki yuragidagi o'zini qarindoshlarimizga tunishtirib berishda biz oltin ko'riklik rol o'ynaymiz. Shunday, albatta bugungi o'xshashlar programmamizga ko'pchilikning nihoyatda qoyilligini qo'lga keltirgan, hamma suyungan bir faxrlik o'g'lonimizni taklif qildik. Albatta bu mehmonimiz ilgari kelgan mehmonlarimizga faqat o'xshamaydi. Chunki ilgari qitimliq bizning shu Sirdoshlar klub programmamizda san'at sohasidagi cho'lponlarni, uningdan boshqa shu korxonchilik sohasidagi ko'z ko'ringan yoshlarimizni taklif qilgan edik. Lekin bugungi bu cho'lponimiz bo'lsa, oldi bilan biz cho'ng ekran orqali ko'rib boqaylik. Cho'ng ekran barabar. 我跟我爸商量了，我们出来去实现小时候梦想，打职业比赛。168吧。签约3个月以后，就是职业生涯第一场比赛，在北京跟泰国打6回合的比赛。今年的满体验力是21岁，身高1.83米，臂展1.84米。 今年7月18号在澳门那场比赛，我带他去看一下那边职业比赛是什么样的。我打完比赛下来之后，他上台哭着亲了我，然后下来以后他笑着给我说，比以前比起来这场比赛过得特别快，不知道是怎么回事。 Xuddi raqibdek, dushmandek o'tgandiganda deb o'ylagan. Lekin emniyat unda emas ekan. Ular maydonga chiqishdan burun shunday qizg'in ko'rishib, maydonga chiqdi, o'zaro kuch sinashdi. Faqat ko'rib boqmaganda musobaqani asosan ko'rmagan. Vaqitimliq musobaqasini ko'rgandan keyin bunday keyin ko'rmay qollaydi. Ularimiz qarindoshlarimiz biz navbatda eng qizg'in olqishlarimiz bilan yuqorida cho'ng ekranda o'zining simasini bizning ko'z oldimizda zohir qilgan bizning faxrlik o'g'lonimiz Zulfiqar Muhammad Alini sahnimizga chiqishimiz qilib marhamat. Marhamat, qarashamiz. Ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlar, naq maydondagi topashman do'stlar. Zulfiqar Muhammad Alidan minglarga qutlug' salom. Alaykum. Rahmat. Azmatlarimizni, faxrlik o'g'lonimizni eng yaqin oraliqda turib ko'rsa, ajoyib bir xil hissiyat bo'lgan-a. Baqamiz. Bilibchi. Chunki hozir biz sahnamizda bo'lgandan keyin Zulfiqarni bugun biz sahnamizda ko'rib intayin xursand bo'ldik. Zulfiqar o'zininki nurg'un qitimliq shu oltin medallar bilan o'zining nihoyatda katta natijalar bilan har millat qarindoshlarni jumladan elimizni, bizning diyorimizni suyundirib kelyapti, bizni faxrlantirib kelyapti. Bugun endi Sirdoshlar klubi programmamizda biz o'zimizning san'at doiramizdan halqib, korxonchilar doirasidan halqib, tantarbiya, sport sohasiga yurish qilib, bizningki tunji mehmonimiz bo'lgan Zulfiqarni kutib oldik. Zulfiqarni o'zininki aziz qarindoshlari bilan birlikda yetib kelgan o'xshaydi. Agarda shunaqa bo'lsa, Zulfiqar uchun bir chavoq berib olsangiz qarindoshlar.
Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Zulqar uloq bo'lsa, oldi bilan ko'rmanlarimizga, undan boshqa bizningki naq maydondagi qarindoshlarimizga yana bir tafsiliyroq bir salomlarni berib o'tamizlar. Men WBO kasbiy boks, Osiyo kasbiy boks chempioni Zulqar Muhammadali bo'lma. Hammalarga menda o'tliq salom qo'yaman. Hurmatli ko'rman do'stlar, men CNR'niki riyosatchi, Okean TV'ning riyosatchi Nijot Valiyapman. Hurmatli televizor ko'rishlar, men CGT. WBO bilan Dünya Soğut Teşkilatı'nın nimeti o? WTO mu? WTO. Başkasına kadar farkı var? Soğut hamkorlik münasebeti var desem. WBO deganimiz Dünya Bokschilar Jamiyati deganda. Dünya Bokschilar Jamiyati'ninki nimesi dedi? Osiyo kasbiy boks chempioni. Osiyo kasbiy boks chempioni. 76 kilogram. 진여대. Altın kemer deydi o. Zulqar. Bak çıkışkit var mı acaba? Onun siga hazır hem de yıllık çempiyon, boks diye sözler tılga ilangan ki hata gen koysam muşak tılgan. Muşak onun siga belki sizler dikkat kabul çalan mümkün riyasetçilerin açıdaki en korkunçlu yıllık en hayatını tevekkül kıp durup riyasetçilik kılganlar muşak yıllık işki boks mayırda otursun riyasetçilik kılgan. 11 şekil özgergen riyasetçilik kılgan mı ameliyatlar? Ulan tayyip gidip kalan işler bulamdı. Odatda bokschilar sakni urishgan bilan odatda biz men qanday desam men turmushda urishib yurmayman. Men maydon kirgan vaqtda o'zim bir bokschi deb hisoblayman. Lekin men saknidan tushib ketganda maydondan chiqib ketgan vaqtida men o'zim nargiz bokschi yoki men bunday natijani qozongan deb u narsani unutib ketmayman. Men odat bir puhroq o'xshash, odatga odam o'xshash. Puhroq o'xshash emas. Puhroq o'xshash emas, shu puhra shu. Puhroq o'xshash emas, puhra shu. Tushunami? Bu bir siz. Yo'q, odatda puhra. Sahnada boks chempioni yoki bir sportchi, boks mahiri. Tushunami? Zulqarning demakchi bo'lganligini men tushundim. Ma'qul. U demakchi. Men aytganman. Sahnada bir chempion bo'lsam-mu, lekin odatda turmushda men yana bir yaxshi tushundirabiga o'xshaysiz. Biznikini olaydi. Odat bokschilar jiq gap qilmaydi. Odatda bokschilar mushtarqiliq o'zining demoqchi bo'lgan so'zini ifodalaydi. Odatda boks orqali siz miyadirek turing. Yana bir qum xaltisi qo'yib qo'ydim mana. Urib qo'ydim. Zulqar meningki odatda nazarimda mana aytdi havas qiladigan ayt faxrlanadigan bir qarindoshim bo'lsa turmushda albatta bizni ayt yaxshi qarindosh yaxshi do'st. Zulqar o'zida sahnada boks maydonlarida o'ziniki hayvisi bilan, o'zining mahorati bilan, o'zining chabdasligi, o'zining boturligi, qahramonlarcha bir xil ro'yi holati bilan hammalarni suyundirsa, u odatda real turmushda o'ziniki yumoristik tuyg'ulari bilan yoki o'ziniki kichikpiyaligi, kamtarligi bilan, odimiyligi bilan bizning hurmatimizga erishayotgan ayt suyumli bir davrdishimiz. Shunlashqa biz Sirdoshlar klubi programmamizda Zulqarniki sahnadagi holatidan boshqa turmushdagi eng chin, eng o'z holatini ko'rayli deb bugun Zulqarni taklif etib oldik. Adashamdisining bugun shu qimmatli vaqtini chiqarib bu yerga yetib kelganligidan intayin xursand bo'ldik. Sizni qarshi olamiz. Rahmat. Endi mening bilishimcha Zulqar sizning kasbiy hayotingiz kichik boshlangan-ku deyman. Endi kichikdan mush kasbiy boks sohasiga kirib ketgan, shunaqmi? Men shu aqlimni vaqtida dadam bokschilarni ekan to'p. Shu vaqtdan boshlab men o'zimningki ash muhit shon bo'lganda men boks shon bo'lgan desam bo'ldi. Shunlashqa kichikimdan boshlab qiziqishim shu bo'lganda. Endi yoki cho'nglar meni dadam zo'lab yoki mana to'g'ri. Dadingiz apangiz shunaqmi? Apasi. Dadingizni bir rasmiy bokschilar xos bir xil jasorat. Shunga endi bu yerda bir savol tug'ildi-chu. Demak, hozir endi boks turniri, bizning dadamiz ham boks turniri ekan, shunday bo'lgan chog'da balkim Zulqarningki tunji ustozi dadam. Shunaqmi? Muhammad Ali apandim, seninki tunji ustozing bo'lgan. Endi men sahnalarda shu terner bo'lgan bizniki ustozlarimizni ko'rgan chog'da ularning ichidan asosiyatan hammasini ochiq yomon, keskin, talabchan bo'ladi-chu. Demak, Zulqarning tug'ilib cho'ng'ilgan muhitini, dada tarbiyasini shunday qattiq talab asl cho'ng'ilgan desak, to'g'ri bo'lamdi. Lekin dadamning man qilgan tarbiyasi o'xshamaydi. Masalan, boshqa ustozlar bolalar masalan mashq qilsin kerak hozir, mashq qilsa, ma'nosidan qilsa
deydigan masalanga besim berdi u. Lekin amniyatda masalan men uyda uxlab yotgan bo'lsam, dadam bütün kiyimlerini kiyip mashq qilgan holatda kirdilar. Kirgandan keyin balam men mashq chiqib kiray deb chiqdi. Herkes balam qo'pab men bilan taq mashq chiqqan demaydi. Anki men qarab davom chiqib pas men yasam bo'lmaydi u yerda. Albatta. Oqsin chiqib anki namdan taqiladi. Bu Dadamniki menga bergan bu ta'sir o'xshamaydi. Men birishni zo'rlab yoki men qil yoki menda mashq qilishing kerak degan hozirgacha ular. Bu misal men bir narsa o'qigantimchi, masalan, bolalar kunda topshiriq ishlaydi, kunda kitob o'qi degan qaraganda, o'zingiz mayli o'qing yoki o'qimang, kitobdan birini tutib, kunda televizor ko'rganning o'rnida o'tirsa, bolalar kunda ota-onasining shu oltini ko'rgandan keyin tabiiy kitobga bo'lgan qiziqishi, yerismanligi qo'zg'aldi deb. Dadasi mo'ylaqi, bu shunga o'xshashlam qildi, demak. To'g'ri. Farzand tarbiyasida haqiqatan aytdi dono bir kishi. Shundoq. Mana bir maqolani o'qigan, bu maqolni aytib oddiy yozilgan, biroq mushuning o'zidan biz ota-ona tarbiyasining farzandga ko'rsatgan rolini bilib olaymiz. Ya'ni, nayt qarliq bir dalida dada bolasini orqaga silib ketib, balam ko'zingga qarabmang, o'ymandan chiqib ketmasa, sen ko'zingga qarabmang dada, men sening izingni dastlab menga deydigan bir dialog bor. Chunki bola har vaqt o'ziniki dadasini yoki opasini yoki ashlar cho'nglarini ulgi qilib, shularning mangan izidan bo'ylab mangadi. Shunlashqa amaliyotda biz bolalarimizni nayt yaramliq bo'l, sen cho'qim talantli bo'l, sen cho'qim iqtidorli bo'l deb talab qo'yishdan ilgari cho'qim ularga ulgi bo'ladikmi, ularning yaramliq bo'lishiga biz shart-sharoit hozirlab beryapmiz. Yoki biz o'zimizningki ro'yi holatimiz bilan o'zimizniki xizmat ish o'rnimizda ularga bir ulgi bo'ladikmi degan savolni o'ziga qo'yish kerak. Demak, biz Zulqarnimiz kichkina bayonidan ham shundaqlar biz oqirdagi ko'rinishdan bu dadanikini aytdi, mas'uliyatchan, talabchan, shundaqlar yaxshi ulgi bo'la oladigan namunlik bir dada ekanligini bila olamiz. Qancha vaqtingizmi shu? O'ltirib ko'raylik. 3 yosh. 3 yosh, qani. Demak, hozir suratdagi Zulqar 3 yosh vaqti, shundami? 3 yosh vaqti. 3 yosh vaqti. O'zinglar yaxshi ko'ramdinglar yoki u vaqtlar bilmaysan meni yaxshi ko'rishganligini? U vaqtida men qiziqatdim, lekin boksning qanchalik qiyin yoki qanday bir kasb ekanligini o'qimayman-da. Ham uyda ham dadamdan keyin men o'zim kasb bo'lgandan keyin qilib o'zi qiziqib boqsin boshda. Ham dadam zo'rlash yo'q deyman. O'zim qilib oqsa o'zim qiziqqandim. Men bu boksdan sir CCTV başta her akşam kuni boks musobaqalarini qo'yadi. U vaqtlarda masalan Mike Tyson deymiz, Muhammad Ali deymiz, shular musobaqalarni ko'radi. Shu orqali men texnik qiziqish paydo bo'lganda kichikimdan bir yurkimda cho'ng bo'lsam cho'qim bir dunyo boks chempion bo'lmay degan bir orzu bor edi. Shu orzu bilan aniki dadamning yetaklishi bilan qiziqish paydo bo'lgan. Demak, siz 3 yoshda vaqt 3 yoshdan boshlab ham izchillashtirib kelgan bo'libsiz kasbni. To'g'ri, 3 yoshdan boshlab 3 yosh vaqtim nemish qotdan o'qiydim deb shuni eslayapman. 3 yosh vaqtimizda ishlarni minaj asliyamaymiz, shunaqo. Odat odamniki aslish qobiliyati shu 5 yoshdan boshlab undan keyin tabiiy yetilishga boshlaydi deydi-ki, undan ilgari kishilar balkim tushdak bizning g'uva esimizda qolib qilishi mumkin. Shunday xatir suratlar faqat keyingi vaqtda bizning xatir bo'ldi, shunaq. Undan boshqa bu rasmni ko'rib baksak, bu Zulqarning kichik vaqtimi nima? Bu 17 yosh vaqtim, ya'ni 2011-yili dunyo yosh o'smirlar boks chempioni bo'lgan. Shunday bo'lgancha 2011-yil dunyo yosh o'smirlar boks chempioni bo'lgan 17 yosh vaqtingizda. Hozir 24, shundaymi? 23. Ama matematikada yaxshi bilmayman. Bek boldur yaxshi natijadan qo'l keltiribsiz jumulsiz. Demak, endi sen hozir pensiya chiqib ketsan bo'ldilar. Araminish bizdagini qilib qo'yib, sen haqlab bir umr olgan natijani amina bo'psa hozir. Yo'q, men o'zim orzu qilgan natijaga yetmadim. Masalan, hozir bu natijalar bo'lsa, ya'ni olimpikni asos qilgan boks deb qo'yamiz. Shunday natijalar. Mening eng chong orzuyim bo'lsa kasbiy boksda dunyo chempioni bo'lish. Ammo hozir WBO'ninki Asiya kasbiy boks chempioni oldim. Mening oldim yana ma'non nurg'un yo'llar bor. Shunlashqa shularni besish uchun texnik tirishish kerak. Demak, endi bundan keyin men Zulqarning do'sti desam, xili yerlarda 100 obro'yliq bo'lgan bo'ldim. Bu menga yaxshi bir fursat bo'ldi. Zulqarning bundan keyin kasbiy hayotida haqiqatan shu dunyoviy chempionlikni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildiramiz. Endi marasim lekin backpayza. Mushu vaqtga vaqtinglarmi? To'g'ri. Bu ya'ni 2016-yili 1-ayning 30-kuni Shanxayda o'tkazilgan musobaqa. Raqibim Avstraliyalik nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan, andiki boksdan boshqa, ya'ni sanda deb qo'yamiz yana. Erkin boks. Ha, men shuni o'rgangan. Kichik vaqtda. Shuningmi chempioni bu, shunaqmi? Shuningmi nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan. Burun Nejatlan Biramadan musobaqani o'tdi. Bek u vaqtda yetishib qilayotgan uni, to'g'ri. 21da sho'g'anmi, ashnaq bir natija.
Xatam ya okul hesaplaş. To'g'ri. Shu musobaqa. Bucu. Bu men yana shu WBO'ningki Sharq oltin kamarni chempion talashqa vaqtida yana Tanzaniyalik Mayr Thomas Mashali degan Mayr bo'ldi. Tanzaniyalik. To'g'ri. Afrikaninki Chiroyi o'zgarib ketibdi. Urib. Afrika. Ya asl chiroyi mushnaraq kelganmi ya? Yo'q. Chiroy mushtakka vaqtida masalan oziz ko'rinish. Albatta Onun da misaptı ben sizler. Qadamlar ko'rinmaydi uchun qanday mushtakka vaqtida amaliyotda oziz ko'rinish qilsa odamningki yuzining shakllanki qancha o'zgarib ketganini his qildi. Masalan, bu rasm bilan amaliyot qarsanglar bilinashmaydi, lekin rasm chiqqandan keyin masalan mushtakkandan keyin odamning chiroyi qancha o'zgarib ketganini. Mana. Mana. Nereden tapımız bu şundak bir sumbatlık, kilişken Uyg'ur o'g'lonini ya. Bu şu Asiya chempioni bo'lgan vaqtimizmi? To'g'ri. Bu rasm yaqin tushirilgan rasm. Oltin kamar bo'lsa, ya'ni WBO'ningki Sharq chempion oltin kamar bo'ldi. Men 2016-yili 7-ayning 9-kuni, ya'ni Beijingda olib berilgan musobaqada qo'lga kiritgan natija. Men shu sizning bir materialingizni ko'rgandim. 2016-yili shu 1 yil ichida 60 maydon musobaqa qatnashib 54 maydonda yengan, shunaqmi? Yo'q. Meniki ishdan sirт Ben xato tushunib oldimmi? Ha. Yo'q. Boks ikki turga ayrıldi. Birisi olimpikni asos qilgan boks deymiz. Olimpikni asos qilgan boks deganimiz Do'stlikni asos qilgan. Yo'q. Do'stlikni asos qilgan. Ha, olimpikni asos qilgan boks. Olimpik asos qilgan boks deganimiz masalanga bir maydon musobaqada masalan olimpik chempion bo'lish uchun oz deganda 5 maydon musobaqada orqa-orqada o'tish kerak. Vaqtida olimpikdan ya'ni oltin medalni erishishga bo'ldi. Ko'pincha tanakachilar olimpikda ya'ni oltin medalni olib bo'lgandan keyin uni kasbiy boks qarab-maqdi. Kasbiy boksning eng yuqori pallasi solindi. Men Jungoningki mamlakatlik lavha musobaqasida ishqatash ikkinchilik erishgandan keyin anniki men kasbiy boks qarab-maqdim. Hamda meningki cho'ng orzuyim, burun orzuyim bo'lsa, olimpikda chempion olib bo'lgandan keyin kasbiy boks qarab mengishdi. Lekin 2013-yili ishdan sirт boks, ya'ni olimpik asos qilgan bokslar kasbiy boksningki numar qo'yish, ya'ni jiq jihatlardagi narsa o'zgarib ketgan. Burun olimpik boksda, ya'ni qalpoq deb qo'yamiz, to'qiy deymiz. Shunki yetdi. 2013-yil olib tashlandi. Kasbiy bokslar bu ishdan sirт boksningki alohidligi asosida o'xshab qoldi. Shunlashqa men dadam bilan ikkimiz maslahatlashib, ya'ni meni o'ynagan ishdan sirт boks, ya'ni olimpik asos qilgan boksda 60 maydonda musobaqa, 60 maydonda jiq musobaqa o'ynagan. Ya'ni 8 yildan 10 yilga uzoq ishda o'ynagan musobaqa. Şunlaşqa ben damla maslahatlashib kasbiy boks qarab mangan. Shu men buni birinchi aydan boshlab 60 maydon musobaqada jami 54 maydon yangdi degan yerga hayron qolgancha shu yer esimda qolibdi. To'g'ri. 60 maydon musobaqa hisobda endi 98% yengish bo'ldi degan gap. Bo'ldi degan gapda bu haqiqatan oson emas bu natija. Endi Mehmetli efendim hem seninki dadang hamnayet suyumli bir ustozdan ki senin kasbiy hayatında yaxshi natijalarni ilishing qiyintayin yaxshi turtki bo'lgan bir yaxshi yetakchiga. Shunda qo'ygan chaqda shunda bir narsani o'ylab qoldim. Hozir bu yerda opamiz turibdi. Opang seninki boks maydonidagi holatingga qanday qaraydi? Masalan, bo'ldi balam o'ynamasang olmamdi, tayoq yeb kelsang yurkim og'rib ketadi deydigan bir xil ro'yi holatlar, yana bir xil paranglar bo'linganmi? Yo'q, shunday bo'ldi. Bo'lgan bu ishlar men Jig'lab ketgan vaqtlarim bo'ldi deyman. Jiq vaqtlar jig'laydi. Chunki men tunchi qatam musobaqa o'ynab, ya'ni men nimaga berib o'ribman. Masalan, men maktab cho'ng bo'lib, 10 yosh vaqtimda Xinjiang mahorat tarbiya maktabi bordigan vaqtda, ya'ni opam unmaganda buningga. Chunki opam o'zi kasb qilishqash, kasbniki boshlanishi oson bo'lgandan oxirida maytas shu kasbni davomlashtirib qilish. Shuningdek men uyda bir bal bo'lg'achqa maktabdan o'qishim yaxshi. Shuningdek opamning orzusi bo'lsa meni tibbiy universitetda o'qitib, annekin yak doktor bo'lsa, yoki o'qitish bo'lsa degandek asar. Tinch, xotirjam o'tirgan bir ishlarni qilib universitetda o'qitib degandan keyin doktor bo'lishni o'ylaydi ekan deb. U hamma onalarcha asosan shunday o'ylaydigan o'xshaydi. Aqsida lekin opam chiroyli gap qilib boqdi, uribmi boqdi, lekin aqsida dadamlar ikkimizning o'zimizning orzusi shu bo'lg'achqa yanlam Xinjiang mahorat tarbiyaga keldim. 2007-yilda men hayotimda tunji maydon musobaqa o'ynagan. Yani o musobaqa Qashqar viloyati yosh o'smirlar musobaqasi 12 oydan kelib o'ynaydi. Mening tunji musobaqam. O musobaqada men 38 kilogramlik ayrimchida chempion bo'lgan. Lekin shu musobaqa bizning o'zimiz yurtida olib berilsa-mo, opam bu musobaqani ko'rmaganda
man musobaqa chempion bo'lib oltin medalni chiqib opam ko'rsatdim, yig'lab turib nim qildi. Lekin u vaqtim qo'lmaydi meni. Andan keyin ikkinchi qator meni opam musobaqamga ko'rgan vaqt 2010-yili. Ben 3 minutdan jami 9 minut musobaqa o'ynadim 3 maydon. Ben musobaqa o'ynab tushgan vaqtida opam, "Men 9 minut, balam 9 yildek o'tdi, nayt oz o'tdi" deb yig'lab turib asla degandi. U vaqtim qo'lmaydi vaqtlari. Ya'ni 2015-yili men opamni Avmanda o'tkazilgan bir cho'ng musobaqa opadim. Shu musobaqadan keyin opam naq maydonni ko'rib, nayt hayajonlanib, shundan keyin opam meni qo'llash boshlagan. Hozir nayt faxrlanib turib, shu polvonning o'g'lim deydi-da. Menimcha ota-ona bo'g'uvchilarning hammasi o'zining farzandining sog'lom, tinishaman, xotirjam, cho'ng bo'lishini har vaqt o'zining yinida nihoyatda bichirim holatda turib berishini orzu qiladi. Balkim biz ham ota-ona bo'lgan chaqda haqiqatan ularning shunday bir xil tuyg'usini his qila olishimiz mumkin. Ham Dilrabadanda men cho'qim shunday bir tuyg'u bo'ldi. Masalan, sizning bir o'g'lingiz bor, bir qizingiz bor. Siz o'zingizning o'g'lingiz qancha yoshga kirdi bu yil? 3 yoshga. Demak, tunji hozir abam qirak vaqt keldi. Agarda vaqt kelibdi hozir. Mashq qilgan vaqt kelibdi. Masalan, sizniki ro'yoltingizda ilib aytgan chaqda o'g'lingizniki 3 yoshdan boshlab, hozirdan boshlab chiniqishini qabul qila olamsiz yoki xohlamsiz yoki masalan Zulqardek bir o'g'lingiz bo'lsa siz qanday bir tuyg'u bo'ladi? Anglab boqim keladi. Men bayatın yağı siz degandilar, men apangiz qanday hissiyati bo'lgan degandilar, o'zimni o'yladim-chu. 3 yoshda asosan bolalarningki bir umrlik qiziqishi yetilib bo'ldi deydi ekan. Hayotininki 70% qismi 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda mijoz xarakteri yetilib bo'ldi ekan. Bir insonning bir umrlik hayotininki qanday menishi 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda yetilib bo'ldi deyotgancha, shuning uchun odat farzand tarbiyasida 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda bek diqqat qildik ekanmiz. 3 yoshdan keyin u endi sirtqi omillarning ta'siri bilan asta-asta qolgan 30% qiziqishi, hayot yo'lidagi belgilanishi yetildi ekan 7 yoshga kirgacha. Meni o'g'lim hozir 3 yoshga kirgan bilan hozirlam uning qiziqishi, uningdagi alayliklari yetilishga boshladi-chu. Lekin men uning pek danglik odam bo'lishini yoki pek cho'ng natijalarni qozonishini hozir shaxsan ancha o'ylamadim. Xuddi Zulfiqarning opasi Zulfiqar kichik vaqtida qarshi turganga o'xshashlar. Men uning faqat sog'lom, xotirjam, bir yaxshi odam bo'lishini o'ylayman. Undan bo'lsa agarda bolalarning dadasi Mijidkam o'zining bolasini, ya'ni shu Mustafani men bu boksga berma desa, ular hozirdan boshlab shunday lekin men o'zirgim bek og'rib ketdi, chunki ular o'g'il bola bo'lgandan keyin jasorat yetildirmiz deb bek qattiq chaqchaq qilib, masalan, joylarga ko'tarib, tashlashib, mushlashib o'ynaydi. Qarmay turib olma. Qarmay turib olma. Amal bor, qarashga o'zimni qochirma, qarashdan o'zimni qochirma. Qarashga jur'at qila olmayman, chunki qattiq tegib ketib qolamdiganda bir yer urilib ketadiganida deb yuraklarim degan jig'ildab ketdi. Chiroyimga chiqdi, lekin gap qilmayman-da, u yerda unda qilmang desam yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun gap qilmay boshqa yoqlarga qarab, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'laman. Demak, onaning Zulfiqarning opasi cho'qon burun mendakli bo'lgan. Balki hozir naq maydonda nurg'un onalar bor deyman, o'zining farzandlari bor, onalar bormi yo'qmi? Agar bo'lsa bir ovoz anglasak, ona bo'g'ichilar. Nurg'un onalar balki shu topda agar men ishlama Dilrabadan bilan jumladan Zulfiqarning opasi bilan o'xshash bir hissiyotda bo'lishi mumkin. Ota bo'g'ichi farzandiga jasoratlik, qaysar, mardona bo'lishni o'g'asi ona bo'g'ichi yangi o'zining yurak parisi, o'zining bag'rini yerib chiqqan shu farzandiniki sog'lom, tinishaman, xotirjam, yanada manguga qo'zdek yashab berishini umid qiladi deyman. Shuningdek, ota-onalarning qarshiligining hissiyotini bu yerda tamoman to'g'ri tushunishga bo'ldi. Biroq Zulfiqar mana shu qiyin o'tganlarni, onaninki orzu umidlarini, otaning orzu umidlarini o'zining haqiqiy erkakligi bilan, haqiqiy ifodasi bilan, haqiqiy amaliy natijalari bilan axlab, undan keyin ota-onasini ham xotirjam qilgan bir bosqichga keldi. Shunaq endi hozir kelgan chaqda Zulfiqarniki opasining ideyasida, opasining tunishida muayyan bir o'zgarish bo'ldi deyman. Musobaqa maqdim desalar yana isilib urib tillaydi. Hozir unday ishlar yo'q. Hozir chin yurkidan qo'llaydi. Masalan, burun opam men telefon qilsa, deydigan gap nima bo'lsa, "Hangi uchingizni yaxshi qildingizmi? Kitob ko'rdingizmi?" degan shunday gaplarni aytdi-da. Chunki bu kasb degan narsada hamda bir umr shu masalan mashqdan boshqa ish bo'lmaydi-da. Opamning o'ylig'ini hamda kasbning vaqti qisqa bo'ldi. Masalan, bu boksga yorilgan kasb, agar yorilib qolib qolsa, cho'qim keyin bir chiqish yo'l bo'lish kerak-da. Masalan, biz maktabda o'qishimiz oz bo'lgan. Yo chiqqandan keyin, jamiyat chiqqandan keyin masalan chempion bo'lsak, sakna ikki qiz gap qilamisak yoki jamiyatga o'rnimiz yaxshi bo'lmay qolsa bo'lmaydi. Shuningdek, opam o'qish jihatdan bak yaxshi tutadi.
her vaqt planlarını berip, men o'rganish nimalarini tashkilga boshlab turadi. Hozir bo'lsa, telefon qilib deydigan gapi, mashqingizni yaxshi qildingizmi? Mashq qildingizmi? Tamoqni yaxshi yedingizmi? Cho'qim hozir ati menga madis bolam, men 2 kilo go'sht qo'rg'ashtiraydi. Shundaqmi? Hozirgacha bo'lsa, musoqni oldida men musoq tushdan bir kun burun rasm tushib olmanchi. Rasm tushib bo'lib, andiki musoq tutgandan keyin opamning birinchi deydigan gapi, "Bolam rasmingizni deyapman" deydi. Andiki bir kun burun tushgan rasmni opamga deyapman. Chunki opamga men hozir kelchi cho'nglarga ham dadam sahna turib ko'rdi meni yaralanganimni. Ham dadam o'zi xususimi lekin chiroyi chiqolmaydi. Lekin opamga evatmoqchi bo'lsam bir kun burun rasmni deyatib opamni misol bugun bu sirni xotirjam bo'lganga bir kun burun tushgan rasmni deyatib hech qanday yaralanmadim opa ansirmang deb boshqa. Bugun bu sir oshkorlanib ketib qoldi endi ya. Bundan keyin Lekin rasmlarsiz opoz. agarda tayoq yeganga yoki mushlashqanga chiroy o'zgarib ketadi, odam tugishib ketadi degan bo'lsa, masalan, Zulfiqar buchoqcha yuzni ko'ygisiz bo'lib ketsa bo'ladi. Ammo Zulfiqar bizning nazarimizda nayt kelishgan, ha. Nayt qamlashgan bir Uyg'ur yigitining obrazi. Masalan, hozir qonshirmi hech qanday o'sha nurg'un yillik urush jarayonida hech qanday zaxmiga uchrab boqmaganda. Tersinbek yaxshikan o'stiga. Ha? Tersinbek yaxshikan. Makitning qo'ydek bir qonshir bor ekan, nayt o'zining yurtining haqiqiy ifodasini, ha, alohidlikni namoyon qilib turadigan bir o'lchamlik Uyg'ur yigitlarining bir obrazi bizning ko'z oldimizda turdi. Hamda Zulfiqarning opasining hissiyotini tushundik, o'zining hissiyotini tushundik. Hozir bir narsa topshirib oldik deyman. Albatta, yinimda shu Zulfiqarning bir umr chiqqan dapi dunyosi. Mal dunyosi esa ayliqi sandiqdan javohiratlar durdonilar yig'ildi. Hamda men hozir xabar tepishimcha Zulfiqarning dadisimi bugungi programmamizning naq maydonida bor ekan. Oldi bilan akamizni sahnimizda aytib olsak, undan keyin bu sandiq to'yliq sandiqni asta ichib Qudubachilar qo'ydigan to'yliq mallarni, ha. Bundan oqsa chavaklar bilan Zulfiqarning suyumli dadisi, suyumli ustozi Muhammad Ali efendimni sahnimizda taklif eta olaylik. Qani marhamat. Muhammad Ali efendim men qiyos qilgandan yoshga Zulfiqarning og'inisida kelib turdi. Doim chiniqib bagashgan ayt saqlanmo ya. Birlikda harakat qilib turg'ashqa Muhammad Ali efendimni qarshi olamiz. Marhaba aka. Sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Hamda bir narsani balkim sizlar men bilan o'xshash his qilgan bo'lishinglar mumkin. Jim qo'y, to'yliq sandiqni ochma. Muhammad Ali akamni ko'rib bizni bir xil shunday o'zimizni reperimizni ko'rganda aka, sizning mas'ulimizni ko'rganda jiddiylik bormiz. Bo'ldi aka, unaqas oldi bilan ko'rmanda sabr salomingizni berib o'tamiz. Men Zulfiqar Alining dadisi Muhammad Ali'ni o'tib Bugun biz Sirdoshlar klubi programmamizda qerinishimiz Zulfiqarninki ilgirki natijalariga quloq solg'ash, uning boshqa uning bilan mundashqash, sirdashqash bir ko'ngillik vaqtlarni birga o'tkazaylik deb taklif qilgan edik. Sizning yetib kelganligingizdan intayin xursand bo'ldik aka. Hamda biz mush paranglash jarayonida Zulfiqarninki kichkidan, ya'ni 3 yosh vaqtidan tortib tarbiyalanishga boshlaganligi, shunaqa boshlanganligi, uning boshqa tunji ustozi toki hozircha endi hamroh bo'layotgan yaxshi bir yetakchisining siz ekanligingizni anglab ham intayin xursand bo'ldik, ham intayin havas qildik. Hamda nurg'ulg'an farzandlar o'zining dadasining o'zining kasbiy hayotida yaxshi bir yetakchi bo'lishini umid qiladi. Gerçi hamda oti miros kasb deydigan so'zlar biz ilgari ko'p anglagan so'zlar bo'lsa-mu, biroq hamda hozir nurg'ulg'an oilalarda farzand oti qilayotgan kasbni yoki otining izini bo'ylab menishi notayin. Biroq hamda farzandning ro'yi holatidan ilib etgan chog'da agar dadasi o'ziga nisbatan yaxshi bir yo'lbosh bo'lsa, yaxshi bir yetakchi bo'lsa, demak u o'zining hayotidagi, o'zining kasbiy taraqqiyotidagi intayin bir xo'shallanarli bir ish bo'ldi. O'zi suyundigan shunaqla o'zini aytib obro'li his qilgan bir ish bo'ldi. Holbuki ham deb boks kasbiga nisbatan ilib etgan chog'da bu kasb hech qachon rohatlik ichida yoki qalliqqa turib ozroq o'g'inish qilsa yoki besib o'tirib bir nimalarni yodlasam uningdagi natija qozonadigan kasb emas. Ya'ni ter oqqizishga, hatto vaqt kelganchalik qon oqqizishga ehtiyojli bo'lgan bu shundoq talay qon eqitib, talay ter eqitib, uningdan keyin yaxshi bir natija qo'lga keltira oladigan ajoyib bir kasb. Mana shu kasb ko'p badallarni to'lashga ehtiyojli bo'lganligi uchun biz ham bu kasbni intayin suyimiz, mush kasb bilan shug'ullanganlarni intayin hurmat qilamiz. Ularning o'zining jini badaliga, o'zining hayoti badaliga, o'zining haqiqiy qon tari badaliga, vatanning izzat obro'yini ko'tarish uchun, yurtning yuzini yo'riq qilish uchun jabhat tortganligi uchun biz shunday qarindoshlarimizdan, mana shu sportchilarimizdan intayin suyimiz, ularni hurmat qilamiz. Endi biz onaning ro'yi holatini oldik aka.
burun kichik vaqtida xalamaydi ekan to'xtasa ansiraydi ekan tuqqalam zaxmlanib qolarmi deb. Endi siz bir dada balkim siz Zulfiqarga deb baxmagan bo'lishingiz mumkin, uni har vaqt mardona bo'lsin deb o'zingizning ichki hissiyotingizni, ichki dunyoyingizni ifodalamagan bo'lishingiz mumkin. Bugun sahnada bir farzand bo'lish sifatimiz bilan bizning onlig'imiz bor. Haqiqatan o'sha tayoqlarni yegan chog'i yurqingiz og'rimamdigandi. Bu kız endi o'ltira bir stranda tamoq yeydigan kechmiz. Bu kız erkekni tavlaydigan kesip. Er bo'lmoq asan, erkek bo'lmoq ta'sirlaydigan bizning bir yurgimizga urilib ketgan bir tamg'i bor. Boks maydonga chiqqan vaqtimda men shunda qaysar holat kelib olmichu. Mening chiroyimda aşu hech nimadan parvo qilmaydigan shunda zolim holatda shunda chiqaman. Emniyatda mening yurgim musoq boshlanmay turib, mening yurgim to'xtashdan nech to'xtab qoladi shu. Chunki men 30 yil jarayonida men boks treynerlik qildim-chu, nurg'un talay qarindoshlarimizning talay avlodlarini tarbiyalab yetishtirdim. Boks maydoniga chiqsam mening parvoyim kelmaydi. Mening mush balamni o'zim maydonga chiqib mush o'yinlayotgan hozir 3 yil bo'ldi. 3 yil jarayonida ish qilib men boks maydoniga chiqib o'g'cha ish qilib tınığımdan qancha to'xtab qolganini men o'zim bilaman. Balam uqtutmayamchu. Balam uqturib qolsam, balamninki ruhiy kayfiyat boks ruhiy kayfiyat bilan bo'ladi-chu. Men shunda qaysar ruhga ega bo'lgandan keyin o'g'lim mendan mashhurib ana palvon jasorat qilib shu mushalat kelib. Chavak. Mana bu haqiqiy bir dadidan yurak so'zi. Amaliyotda sahnada siz bir terner bo'lib sifatingiz bilan bir yetakchi bo'lib sifatingiz bilan nihoyat mardona holatda, nihoyat jushqun holatda, nihoyat keskin holatda o'g'lingizniki yoki shu maydondagi sizning qo'l ostingizga mahiringizdan shunaqa yengishini umid qilib turib nihoyat talabchan bo'lasiz. Ammo sahna orqasida bo'lsa, sahna tuvayinda bo'lsa, dadiningki hissiyotini ilib etgan chog'da yurak og'riydi. O'zining bolasiningki bir mushni ortiq yeb ketishini xohlamaydi. Bu boshdan oxiri sog' salomat, eng tez holatda, eng yaxshi natijani qo'lga keltirib musobaqani tugatib olsa deydigan bir armonda bo'ladi. Mening cho'g'an chog'da bu barliq otalarniki, onalarniki haqiqiy chin bir tuyg'usi. Biroq Polatdek intizom ostida oltindek g'albi yotadi deydigan so'zlar bizningki yurtimizga o'rnab ketgan shunlashqa otaninki mana shunday talabchanligi oxirida farzandninki katta natijalarni ro'yobga chiqarishiga bir yo'l bosh bo'lgan. Dal qo'limizdagi mana bu oltin javohiratlar buniki shoirida hozir akbar ko'taranmay bayatda yog'i tizish chiniqmag'ashqa qo'lim og'rib ketadi. Hatta ko'taranmagan holat bunda olmaydi. Bunda holat bo'lish kerak-ku. Bunda olsa aka biz birlikda mishni ichib ko'rib baqaydi bulamdi. Ishtonda mening bir savol so'ragim keladi. Zulfiqardan. Mushu Zulfiqarni tarbiyalash jarayonida men akamizni bilamdi yoki Zulfiqar bilamdi. Akamiz, "Ey, o'g'limga mush kasbni o'rgatmasam bo'pti-ku. Qilmisi bo'pti-ku." degan o'yga qalingizga Zulfiqardimi? "Ey, ajab yeb ketdim mamushdan." Boksörlük qilmasam bo'pti-ku deb o'ylab baqqan vaqtinglar bormidi yo kim baxmaganmi? Mening arzuyim o'g'limni ya bir millatga ya davlatga men ko'z-ko'z qilib tarbiyalash maqsadimiz yo'q. Bizning hozirimiz 20 yil jarayonida 3 yoshdan boshlasa hozir 20 yosh chiribdi. Bizning orzuyimiz mushu davlatga vakolati, mushunda bir erkakningki dunyoda yuqurpellik chiqib oltin kamarni bizga taqay oladigan ligini bildirish. Buning ustiga mening yurgimda shunda bir tinish borki, Zulfiqar eli sen chuqum dunyo oltin kamarni taqaysa, sen dunyo oltin kamar seni saqlayotdi. Bir qadam qoldi g'ayrat qil deyishdan boshqa nima yo'q-ku. Ota-ona bo'lag'achiligi deydigan eng chong orzuyim ota-onaning o'zingizning kasbiga tirishtirib boqinglar. Uningda o'zi chiqmagan vaqtida u bolaning uning qiziqishiga qo'ysanglar. Rahmat. Bu odamda Zulfiqarning natijalaridan xush bilan bir vaqtda yana Zulfiqarga qoyilligimiz ish bilan bir vaqtda eng muhimi Zulfiqarning ustoz bo'lgan dadisiga cheksiz hurmatimiz qo'zg'aldi. Shundaqla yana bir gap esim kelib qoldi. Ro'yi bay gaday, ro'yi gaday bay degan bir so'z bor. Shuningga o'xshash amaliyotda insoniyatning ro'yi boyligi eng muhimchi. Ro'yi boy odam
har qanday vaqtda cho'qim uzib chiqa oladi, u ruhiyatini, ma'naviyatini boylikqa erishtira oladi. Shuning bilan o'zimi, farzandlarimi, avlodlarimi xo'shal yashaydi. Shunaq. Biz ma'naviyatimizni baytqinimiz bilan ruhimiz quruq bo'lsa, bizning bir parcha badanimizni ko'tarib yurgan quruq bir iskeletdan hech qanday farqimiz yo'q deb o'ylayman. Bo'ldi, unaqa bo'lsa, biz Zulqarninki men bir tutaychi. Ben yadda bir şey ya. Wow. Undan sonra bunday qilaylik. Navbatda shuni biz Zulqarning bo'yni g'amini is baqaydi-chu. Is baqsak qanchalik chiqadi ekan ko'rib baqaylik. Bizga Qozog'istonda o'tkazilgan musobaqami yo Qirg'izistonmi? bizga birdan bosh 17 yosh vaqtida chempion bo'lgan vaqtida asqa medal. Mau 17 yosh vaqtida Qozog'istonda Ya ben boyum Minom işlerinde gucuzunsun bakara. Patlarım kötüreme kalam ki. Ama kiminiz bilen şunda yaxşı başlaştı cuma? Ay mayliqi dünya güzellerini tanlaşmasam 17 yaş vaqtidagi tunji oltin medal ishni ama. Onun ikkinchisi mana shu akamiz birdan rad tartibi bilan deb bersa, Zulfiqar mening bo'ynimga olsin. Oltin medallar men isbaqay. Tunji 38 kilogramda Tunji ağa altın medal. Olimpiknikida qildi ha? Olimpik. Bu nima asayamsa? 2007 yılma? Ha bu töverek derecesi sizsin. Dünyanınkini ben asay. 2010 yılı Abdurrahim'inki Oşkin nöbetlik 405 qitim bo'ladigan tanhareket musabaqaninki 60 kiloda çempion. Ama 60 kilo Abdullah Rahim'inkini sizga asaydi. Ma 2012 yılı Cungo yaşlar kespi boks nima yaşlar boks musabaqasida mis medal. Ha bunu sizga asaydi. Ama meninkini qildim. 2012 yılda Qozog'iston o'tkazgan xalqaro boks musobaqaninki 69 chempion. Ha bo'ldi. Rahmat. 2013 yılı Qozog'istondagi xalqaro boks musobaqasida 75'teki kumush medal. Ekber burada üst baksın. Üst baksın. Ben de yamanı baktım Bu yamanı tuttu mesela. 2013 yılı 11. ayda Kırgızistan'daki xalqaro boks musobaqasining 75'teki kumush medal. Kumush medal. Rahmat. Rahmat. Ma 2014 yıldaki memleketninki levat alış musabaqaninki kumush medali. Wow. Kumush medal. Rahmat. Ma 2014 yılı memleketninki chempionlik alış musabaqaninki kumush medali. Chempion demdi ki. En ahırkı. Pek baldır falan beri katma. Bu mening bilimden başkadan kemmaydi. Aslan perde bir men bakım kağıdıdı. Sen onu ismi şu yapıyorsun. Ya bu palvalla ondak malmaydı. Palvalla. O senin güzel elake. Cubacı. Cubacı olacak adam. Palvalla degan naq bir jasoratini namoyon qilib mavdu. Buni abaytindan yazıp sözlep ötülgen Dünya Kesbi Boks Çempiyon takaydigan WBO Altın kemer. Dünya Bokslar Cemiyeti'ninki WBO degan gap World Boxing Organization deydi. Oh yeah, of course, yeah. Yes. Aniki bu Asiyaniki yani Şərq çempion altın kəmər buldu. Bu ne? Özünün mörsüge isip koyaylı kila. Şərq çempioni altın kəmeri. Bulduğuna koysa fotoğraf elimiz bizgi mişel bir xatir sürat şurasına. Kilanglar. Kilanglar bir sala kilanglar ha. Rahmat, rahmat.
Rahmat. Aytimi güzel bir xatir Hamsi bo'ldi. qaytaydi. Rahmat aka. Zulqar bizga abiyam dedi, men o'tgan natijalarimdan faxrlanmayman. Demak, endi unutib ketinglar bu lavhalarni. Lekin men o'cho'g'an chaqdimi bu lavhalar faqat Zulqarning bundan ilgirki bosgan qadamlaridan ayt sharafli bo'lganligidan bir bisharat berdi bizga bir shundaq bir natijani berdi, ammo Zulqarning bundan keyingi hayotiga, bundan keyin kasbiy natijalariga vakillik qilmaydi. Ya'ni yangi natijalarni qo'lga keltirish uchun u yana davomli tirishibdi. Sizmi shunday qarashdimi aka? Bu tarixchi bu. Hozir bizning kallimizda. Biz buningki mush aldoq deb to'xtab qilishga bo'lmaydi. Bu bir tunji qadam bu. Bizning oldimizda nurg'ul talay qadamlarchi. Kishilarning nazarida hozirmiz Zulqar Ali mushu biz endi netijamizni ko'rdichu xalqimiz. Bizningki tatgan qon ter oqizayotgan bizningki asosiy avalimizni tushunmaydi. Bizningki endi kelgusida nurg'a orzularimiz va shu orzumizga yetish uchun balam bilan qo'lni qo'l tutib batirishchiligimiz bilan xalqimizga vatanimizga javob qaytarishimiz. Hamon bir kun ko'rsizlar. Rahmat. Wow. Merdanlık Allah'a sizlerinki güzel arzu armanlarına hoş olduk. Elbette manmış güzel arzu armanlarının en patiqında ro'yobga chiqishiga tilakdoshlik bildiramiz. Ham cho'qim shundoq bo'ldiganlik ishimiz barliq qarindoshlarımizga omadlaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bo'ldi. Amsmala bizni qoldimi? Endi bizni qoldi. Rahmat aka. Chavaklar bilan Mamatli apandimni uzib qo'yaylik. Rahmat. Bo'ldi, mana Zulqar bilan aytib yaxshi muңdashdik, sirdashdik. Albatta Zulqarning dadasi bilan sirdish jarayonida o'sha Hindistonda ishlangan, lekin diyorimizda noyati g'ulg'uli qo'zg'agan bir film bor. Shu filmdagi har bir ko'rinish kartinalar ko'z oldimdan o'tdi. Demak, kinolar haqiqiy turmushdan ilindi degan texmi chin bittimda Çelişçi Dada filmi. Çelişçi Dada filmidagi dada bir o'g'illik bo'lish orzusidan keyin qizlarni xuddi Zulqardek bir dunyo chempioni qilish uchun nurg'un jafolarni chekidi. Qizlarmi dadasiniki shu ro'ydan ta'sirlanib, hayajonlanib, nihoyat chempion bo'lib chiqdi-ku. Mush jarayonda nurg'un jafoliq ko'rinishlar o'tgan. Dadangiz bilan parangiz jarayonida har bir kinoninki ko'rinishidagi Çelişçi Dada sizning dadangizdek ham ko'rindi. Haqiqatan hurmatimizni aytib ochdi. To'g'ri, men bu kino chiqqandan keyin, ya'ni nimaga berib ko'rdim. Men hozirgacha boks o'ynab, qayoqqa qilib yig'lab boqman. Men shu kino kurash orqali kinoni ko'rib 1 soat to'shib yig'ildim. Chunki men shu vaqtda yig'ilgan ko'rinishlarni bizga yana bir Eskisiga vaqtlar bir o'zimning hayotni ko'rgandek bo'ldim. O'zimning kichik vaqtimdan boshlab qancha jafolarni chekib, shu kinoga mening hayotimni tatqandek bir hissiyatda. So'ndan keyin chiqib dadam telefon qilib shundaylik endi hozirda biz cho'ng bo'lib qoldik degandan ota-ona oldi menga biz bola. Lekin shu vaqtda men yig'lab bo'lib chiqqandan keyin chiqqan dadam telefon qilib dadam men sizni yaxshi ko'rman va bak seg'indim demoqchi edim. Lekin u gapni yana chiqarolmadim. Bu bir yaxshi fursatga. Opangizga hozirgacha deyamedingiz Aqchan. Dadınız bu sahnedən düşüb ketdi. Aranglarda ota ballıqdan başqa ən mühimi ustoz şagirdlik münasibəti bolğaçqa nurgun vaqtlarda dadılıq bilan bəzi bir gaplarni deyəməydigan holat bo'lishi mumkin. Ekranimiz orqali deydigan yurak so'zlaringizni bilan. Rahmat. Dada opa ikkilanlarni shunday chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Jiq vaqtlarda seg'insammi, yana chin til bilan ifodalab beraman jiq vaqtlarda. Hamma uydan kichik orilib ketgachmi, hamda jiq vaqtlarda o'zimning hissiyotimni sizlarga to'g'ri ifodalab beraman-ku. Shular sizlarning to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Men sizlarni eng yaxshi ko'raman. Ota-ona bolani dunyoda har bir odamni hech qachon xato tushunmaydigan, eng to'g'ri tushunadigan odam faqat ota-onamiga deb o'ylayman. Ota-onangiz menga sizni to'g'ri tushundi. Bu gapni anglaydigan chog'da Mamatlik ham yana chiqib ketibdi-ku. Ekrandan ko'z tegib payzolmamdi. Undan qo'shilib bir kichik bolalardan so'raydigan bir savol bor. Dadang yaxshimi, opang yaxshimi? Dadangni bekrek yaxshi ko'ramsiz, opangni bekrek. Cho'qim birini tanlaysiz, kimni tanlaysiz? Rahmat. Cho'qim birini tanlaysiz, hech kimni rajis qo'ymaysiz. Rahmat. Buldu qarindoshlar, bugun ushbu damlar sizlarning diqqatingizda bo'layotgani Okean televiziyasining ko'znak app detali tajdorligidagi Sirdoshlar klubi programmasi. Programmamizning aytish chiroyli shuari bor.
Ko'ngillarning arami Sirdoshlar klubi. Qarindoshlarimizni programmamizni yana davomli yuqori kayfiyatda ko'rishini qizg'in qarshi olamiz. Bizning bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, suyumli bizning boksyor chempioni, bizniki qarindishimiz, bizning faxrlik birodarimiz Zulfiqar bo'ldi. Zulfiqar bilan bizni ayt ko'ngillik paranglarda bo'ldik. Zulfiqarning ichki dunyosiga kirdik, ham shundaqlamani shunday ko'ngillik paytlarda Zulfiqarning oila a'zolari bilan tanishib chiqdik. Zulfiqarning kasbiy hayotidagi qo'lga keltirgan natijalari malla emas, bizda emas, ekran oldidagi nurg'ulg'an xalqimizni suyundirgan bo'lishi mumkin. Davrimizda mana shunday bir faxrlik yigitning bo'lganligida ular iftiqorlangan bo'lishi mumkin. Hamda cho'qim shundoq bo'ldi deb o'ylaymiz qarindoshlar. Biz har soha, har kasbda mana shunday bizni faxrlantiradigan, suyundiradigan, yuraklarimizni yashartiradigan, bizga har vaqt yaxshi bir yetakchi yoki yaxshi bir aktiv energiya bo'la oladigan qarindoshlarimizniki turkumlab chiqib turishga tilakdoshlik bildiramiz. Ham qarindoshlarimizniki o'z kasbiy hayotida katta natijalarni qo'lga keltira oladiganligimi cheksiz ishimiz. Qarindoshlarimiz yuqoridagi ko'ngillik paytlarni tamomlagandan keyin navbatdagi minutlarda endi Zulfiqar bilan ko'ngillik o'yin o'ynaymiz. Shundoq. Albatta buning uchun bugun kelgan tomoshabinlarimiz nihoyat talaylik ekan. Chunki har qitimdagi aziz mehmonlarimiz o'zining do'st birodarlarini birga olib kelib, tomoshabinlarimizga fursat kelmaydi. Bugun Zulfiqar haqiqiy o'zi bo'lib kelganligi uchun birga o'yin o'ynash fursatini biz tomoshabinlarimizga berdik. Aramizdan Zulfiqar bilan eng yaqin orliqda turib, uningdan boshqa biz bilan eng yaqin orliqda turib, aziz mehmonlarimiz bo'lsa, tikkaylan, darhol qo'linglarni ko'tarib sahnaga aktivlik bilan chiqsanglar bo'ladi. Tanlib bo'pti, men tikkaylan tayyor bo'pti mana. Uy, bo'ytuz bu. Harbiy holat turib ekansizlarda qachon bizday ekanlar. Sizlar tayyor turib ekansizlarda. Bo'ldi, mana Zulfiqar bilan eng yaqin orliqda turib, sahnamizda birga o'yin o'ynash fursatini qo'ldan bermay sahnamizga dadillik bilan chiqqanliginglarni qizg'in tabriklaymiz. Ham sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Unda bo'lsa qizg'in salmonlarni bir anglab boqaylik. Men mush qarindishimiz Zulfiqarninki har qaysi maydonlarda o'ynagan boks mahirlarini qizg'in ko'rayotgan bir ishtirokchisi bo'lish sifatim bilan men mush Zulfiqar qarindishimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman va uzun umr tilayman. Yaxshimizlar, men Zulfiqarniki eng sodiq tomoshabin. Qo'llug'utisi. Ismingiz? Ismim Azmat. Azmat. Zulfiqar aytgan naqshlarni anglaganmisiz? Usulni ko'rganmi? Boshqa maydonda. Sizlarda kesponlar so'rab baqsam bo'lamdi. Masalan, sizning boksyorchi emassizlar. Buldu naqsatlar abada bugun biz qanday bir o'yinlarni birlik tamomlaymiz. Bugun o'ynaydigan o'yinlarimiz haqiqatan tantarbiya turi bilan munosabatlik qiziqarli o'yinlar. Buning uchun albatta biz arambaxsh kiyimlarimizni almashtirib chiqishimiz kerak. Arambaxsh kiyimlarni almashtirishdan burun bugungi riyosatchilarning sahnadagi jazbidor qiyofatda oldinlarda namoyon bo'lish uchun alayda kuch chiqargan Shanxay qalbush layihasiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Undan boshqa riyosatchilarning chiroyli obrazini laylagan Razimat To'ygirim to'y suratchiligiga alayda rahmatimiz bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bu programmani rengarang dunyoning haqiqiy ko'zi bo'lgan Ko'znak Abditali alohida qo'llagan. At the bar. Yeah. Don't you wanna meet me at the lounge? Okay. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Gulbargini shabnam yashartidi. Mening husnimni Safiya. Suv va oziqlikqa qangan yuz terimning gulbargidan farqi yo'q. Safiya ba, güzellik mening imtiyozim. Safiya ba, yosh va maftunkor turish mening realliqim. Safiya, güzellik sendan hadiya. Safiya, suv to'liqlash yurishligi. Tishliqma. Ajab tez topdim bu Lilanonini. Men Lilanonidan bu otam qolsam opam qandoqlama? Ata-anangizga bek kuyinsiz juma Qasimka. Ata-anam bu salomat, men xush bo'laman, karamat. Lillaga qildimmi? Isil. Atangizga bir narsangiz, apangizga mu so'qitimiz ba? Voy, cho'ngdan bir narsa kichigini so'qib kelsizlar-da. Voy, unda o'schu qiynatam bilan qiynapam ag'ash baray. Ular amsingiz sattura. Voy, adosh,
hozircha Lilanonining cho'ngidan birini olsam, kichigidan birini sovuq qildik-a. Rost, men hozir shu do'konda, rostqa? Rost. Rost dedi. Lalla yurishlik mas'uliyatlari. Turmush usulimizning yangi nuqtasi sog'lomlikni yemeklik bilan ishga oshirishdir. Yeşil Nefes Newbankçayı Miran Xalqaro to'pimizning xalqimizga sungan sovg'asi. Ota-onangiz uchun, oilangiz uchun, jumladan tanbagingiz kelmagan taqdiringiz uchun tunji qadamingizni eling. Miran Xalqaro to'piga bir odam kirib, bir kollektivga boshlamchi bo'lib chiqsiz. Keyingi navbatdagi muvaffaqiyat egasi dal siz bo'lishingiz mumkin. Miran Xalqaro to'pi sizni saqlayotdi. Xinjiang Mikrostar Xalqaro savdo cheklik shirkati. Rozimendi küler yürekler, kuş içilgan gunç çiçekler, nazlık söygü vısal arzusu, kalplerde milyon tilekler. Ayperi, meliki gülgün senemler, berdem nevkuran jigit erkekler, mehirlik kalpler, illak aile, Rozimende güzel hatireler. Rozimende yeni yıllık kart faaliyet başlandı. Faaliyet vakti 12. ayının 1. günden 1. ayının 31. günü güç boludu. Kımmetlik fırsatını koldan beri etmen. Süretlik kartina ve rengarenk hayat kademleri, muhabbet ve güzellik olsa, Rozimen toy grim toy süretçiliki. Voy, Yasinchika, bu qulungizdagi ilqi Yasinjon yurishlik ochiqsini o'xshamanda. Shundoq inim. Bek tamlichma. Bu mahsulotga o'zimning ismini marka qilib qo'ydim. Samsaq zanjivil ochiq suv ekanda. Menmi bir parcha sholay. Keyinchi talabazir ishib qolsam, mush rasmni chaplayman. Haras Yasinchika, siz mush mahsulotingizga obraz eltib bo'lgan yerda, asl sizning totish kerak-ku, mush ortiqcha. Sizning totishingiz to'ta. Yasinjon yurishlik ochiqsilari. Ehrodidek aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar ushbu damlarda bextinglarni bulatqini Okean televiziyasining ko'znak apitali tajdorligidagi sirdoshlar klubi programmasi. Programmamiz ko'rishlarni qarshilamiz. Programmamizning shoiri ko'ngillarning arami sirdoshlar klubi. Kardeşler, ben hazır ushbu damlarda bizning sahnamizga chiqib olgan bizniki mahirlarimiz biz bilan birlikda nihoyatda qizg'in kayfiyatni yaratib beryapti. To'lab shuar deganda qarag'ancha bugun natija izlashga ishonchinglar bor ekanda. Ishonchim bor. Nima ish qilganini bilmayman ishonchingiz. Buldu da qo'sib, ameliyatimizdan işte ubaq mahirlarimiz bo'lganligicha programmamiz nurg'ulg'an qarindoshlarımizga kulgi xo'shallik bag'ishlaydi. Buldu da qo'sa, Dilrabada biz birinchi bosqichdagi o'yinimizni anglab boqaylik. Birinchi bosqichda o'ynaydigan o'yinimiz sal xatarlik o'yinlardan bo'lib, buni bizning shu Zulfiqar o'z boshlab bergan bo'ldi. Buldu. Bizga shu boks mahoratida mening bilishimcha shu put, qo'l, menga boshlarning harakatini aytib muhimkanchu. Muşlarni maslashtirish. Muşni qanday maslashtirish to'g'risida bir usullarni kichik ko'rsatdi deb turasizlar. Shu boks mahoratidagi bir harakatni ko'rsatdi ekan, biz shuni to'g'rab davomlashtiramiz. Demak, endi bizning guruh %100 yig'idi ekan, Zulfiqar. Ondan grupimizga bir ism qo'yib olaylik. Ko'k kiyimliklar. Grupsi. WBO grupsi. WBO grupsi. Ajab ism qo'ymoqda asubga Zulfiqar grupsi deylik bo'ldi. Ha, bo'pti, Zulfiqar grupsi. Zulfiqar grupsi. Ha, bo'ldi. Sirdoshlar grupsi. Oldi bilan xudo qilgan harakatimiz bo'lsa, ya'ni boksniki ham boksda pek muhimchu. Shunga hozir qilgan harakatimiz yo'q, oltgan sakrash emas. Yaxshi bir ko'ranglar. Qulog'larni qo'lni birlashtirsizlar. Mani, men mumkin emas bugun. Siz hamda pichanınız sıkıldınız-ku. Başta dokunmağızsın. Onu aldırmay. Alding, kayni, yan deb bunda deb turing men bizga. Ko'raylik ya. Buyurganlik açıslar. Açılgandan keyin ondan keyin bir oldi, bir kayni, ondan keyin shiktirib. Qo'lni birlashtirsizlar. Qo'l olatda ondan keyin har xil olatda shakllantirsangiz. Başta dokma. Qanday qilamizlar? Okay. Qo'limiz oldi kayni. Qanday qilsanlar bo'ldi? Qo'lni hareket. Başlamdık. Hamsa 3, 2, 1. Ayağım tutum gelmiş bilmiyorum. Korkma kızlar. Makul. Ha?
Ay mao programını ile 1 kilo oruqlab kelsem rejissorlar gruppasidan 2 kilo go'sht ilib yo'qlamasam. Oldu başlap qo'ylar. Başta put hareketini qilsizlar, ondan keyin qo'lni qo'shsizlar. Ha. Okey? Bir. Başla o'qi. Qaysi lavda deydi o'qira. Ha, men shuni to'g'ri qildim. 100% to'g'ri qildim men. Undan menikini ko'ringlar. Birdan kesik bo'ldi. Mushta yana oldim, o'ngdan kelib qoldi odatda. Putumni qilaman bu. 1 2 3 Biz çok şoklu şabi jonji oynab ketgan shambimiz buni. Siz A grupaga chiqib ketding. Siz bu yoqqa keling. Ayda bir kempit qarg'ish chopishib qolgan. Hozir tansi o'ynab bir yere kelgancha putuq bir seg'iz chaplashib qolsa bir qandoq? Kimsan kiradi? O'g'rimay qilib, ichimizga olgina. 1 2 3 4 5 6 7. Yo'q, maqsadim bu. Ha, tugidi. Ham qulog'ini keltira. Qalaymiqam bo'lib ketdi. Aka, mikrofondan tutib turay. Qo'lni qanday qiladi? Qo'lim erka azodi. Tektonik sulu bo'y. Ashtal sulu işte yeladin ketgan. Al keyin. Bilgan chiqarman. Mena kelaq qo'limidiriz putum to'xtab qoldi ekan. Putumidiriz qo'lim to'xtab qoldi ekan. Undan qana qilmasa o'ziramdi. Undan olsa har bir guruhda undan biz bunda qilaylamsa, sizlarning guruhdan Nijat qatnashmasin, bizning guruhdan Zulfiqar qatnashmasin. Ha. Qolgan uchimiz bir turib. Aba mashqimiz miyib chiqaradi. Sizlarning hurmatli so'zlaver yurt jonglari, oqsoqollar. Yurt o'limonlari ya. Ha, sizlar baliqchi bo'lib ko'rib yiqinglar. 3dan qatnashib. Siznikida ko'gim keladi. Mashq mahirimizniki bir ko'rib boqaylik. Qani chavaka? Ha, deb aytbarma. Ha. Ha, ishkanlar. Voy, bekkel vatatda o'zg'i menikiga. Ha, yana ko'ding'a. Ha. Ha, 1 2 Ha, mana. Voy, atnoshka. Çok bağlı Şuna yaxshi bo'ladida tirishinglar. Kulmay turinglar, yana uzoq ko'rimiz. Musobaqaning qoidasi 10 sekund to'xtamay qilish bo'lsin. Yana bir qitim. 10 sekund. 10 sekund to'xtab ketganlar. 1 2 Qarra jo'rg'a. Ha, yaxshi. Badiiy chiqib ko'rinishlarimiz. Ha, mana bu. Bizning mayirlarning 3-bosqichda yana bir qatim o'ynasiz bo'ldi. Siz bugun chempion qilamiz. Bizning guruhning mayirlaridan qizg'inligi bilan. Bizning o'tdi. Ishkilanlar mayaqmi o'tdi. Ishkilan o'tdinglar. Ham shayga. Yo'q, shuna pez mahorat ko'rsatmoqchi hozir. Siz ish buzmay turing. Aka, boshlandi. Endi sen hali qisoli. 1 2 Bakma, bugun ko'mish bizga qo'shaloq ato qilganingiz uchun ham bo'ldi, sizni chempion qilib atdik. Endi, ha? Siz nimani ishildingiz? Xato turib qoldi qilma. Boshlandi. Qo'lchi. Endi bizdan ikki yana kimlar bor? Bizning guruhdan Ügün qo'yg'ana. Shunga tabassum. Ha, tabassum men şey. Ha. Qani 3 2 1
Ya millet çınık şirketlerini usullashtirib etkili bulduk ya tamamen ha. To'g'ri. Ha? Ondan başka hareketler bağmayan ha. Ay men bek yaxshi tushundim. İkinci hareketini güneyle. Ha bu ishki chempion bo'ldik. Hazır belki ekranda da nurgun körmeler, nurgun balılar bizden birlikte bu şirketni ügünüyotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa eng o'lchamligini ügünishinglarni tavsiya qilamiz. Bo'lmasa sizlar tarbiya maktab qabul qilmasa, san'at maktab qabul qilinib ketishinglar mumkin. Shunashqa Zulfiqar ikinci hareketimiz o'lchamlik bir ishlab beradi. Çünkü ko'pincha odamlarniki bilan qo'lni birlashtirishni qasdiyo. Chunki ishtiga qo'l ishtiga qilib to'xtab qolish uchun bu harakatni ishlash qo'llarniki moslashganligini oshirish. Shunashqa bu ham jiqlanishlar bunaqa to'xtab anniki nima qilish emas. Bu ulab ishlash shu. Unda olsa biz birinci hareketdan eng o'lchamligini Zulfiqardan eng tez suratini ko'rib boqaylik. 3 2 1 chavak. Qo'l. Qo'l. O'ynab turib o'ynaydi. Ay üstübeden lekin shundoq qilib. Sen qana qilsmasan mushasim bo'ldi buni. Ulan sen kazan bir şeyde, siz kazan bir şeyde Seyit Okur'ga. Niçin? Ya bu Seyit Okur'u çıkarganda suikaç taşlaş. At telefonda kulak kıstırıyor. Ya neyse. Non yakışıklı çocukya değilsem tonağı uçup gidip kaldık ya orada oynasam. Sekret lan ha. Men persona men suikaç etkenim bo'ldi bu. Taşısı bu marka. Yani ondan sonra ekran aldığında kanıt kızlarla men persona etken çağda Zulfiqar'ın gözü aldığını keltirip bu hareketlerini işleşine salamatlıkın tekimi yaxşılaşını tutulmasını tavsiye qilamiz. Yani men persona hareketine uygun bulduk abi. Yani başka hareket var mı? İkinci hareket qo'l put bosh hammasini birlashtirib harakat. Qiyinlik tekimi. Avvalan bir qo'l teshiga, bir qo'l ichiga. Qana meydan ishlab boqaylik qarindoshlar ha. Bir qo'l teshiga, bir qo'l ichiga. Lekin tutgan harakatda men videolab turdim. Tektonik degani qilib bo'lmaydi qolsin bu. Nijan qaytib kelsa men naqsin etdim. Hadi da yedi. Endi 5-10 qo'shsa. Birisi ichiga, birisi teshiga. Baştında ay bu nazır kongumas ketgandan senga qara. Ush past qila oladigan labami qila olayotganlar. Qila oldik deganlar. Va ammolar teshiga ketib bordim. Birisini ichiga, birisini teshiga qimmatlasga. Birisini ichiga, birisini teshiga lekin. Ay, buni aylantirsa 5-10, am 5-10 aylantiray. Pişman. Nijan, am uyup pişman. Ya, uyalarga mengu gap bulanmaganman. Men birinchi bas qo'lni beqirtishlam ezib aka andan siz keldik kene. Aka ustoz birim cho'ngam. Qani aldiga maramat. Ag'a. Ha. Oy ya, uzuq kelsin. Ya biz yana bunu tutqanda, mush mashqni o'rganga qancha vaqt? Tutqanda tutdi. Odatda teklar bu mashqlar shu bir qatim mashqdan sarf qilgan hammasi. To'g'mas. Siz ovoz olmay hareketimiz. Hareketni mana qo'lingizning shakli ma'lum bo'lmadi. Anniki qo'lingiz videolab turdi. Anniki Bunun hareketi bir usulun hareketiga o'xshayib ekan. Besimiz videolaydi. Ha, yaxshi. Ağzına çivi kirkitdi ham. Sen bir ikimizga pita chiqagan bir keltirgan bo'lsa, texmi badiiy chiqadi hareketlarim. Ya Ekberdan shuna o'lchamlik qilib, og'zini yumib, ko'zining qarchig'ini silkaydi. Ya bir gapiraymi? Harakat qilamapsan. Muzika ham yaxshi bo'ldi. Ay muşçuyla kızlar işenmezler kiçik balla hazır bir usul oynaydı. Ne mu tektonikten? Ya aşkına okşaydı iken bu mına. Ha? Mına. Ekberdan muşu bas kuşlatım ifatı intayin yaxşı. Ha, diyecek bir kep baksın. Diyecek bir kep baksın. Ben rast gelemeyim. Ha.
Mayaqdan ayak, bu sol xay ayaqdan mayaqdan olurası. Baya bişi. Baş bişi var. Baya. Ha oy dehşet yaxşıcı bu. Biliniz azar koşun. Senin grupudan hiç kanal kıldın mı? Azmat oldurab turayotgan o'zimi chiqishchi. Ismidan pog'i chiqdi. Mabalning putini inkasi beshig berib qo'ydi. Musobaqa oxirlashib ketdi qabul. Ya Azmat Azmat bishini boshlab oldi. Undan bo'lsa ikkinchi bosqichda kimdan o'lchandik? Men o'g'il deyman. Kimdan o'lchamlik Akbarning o'pdi. To'g'ri. Bizning guruhning eng o'lchamlik bo'ldi-da. Sizlar xatolarmisiz? Yana bir qitim chavak. Ha. Rahmat. Bizning bu qaytib o'tirib qo'yishimiz keyingi qitimda texnik yaxshi natijani qo'lga keltirganligimizni derak berdi. Shunlashqa biz yana utamaymiz. 3-harakat bormi yo'qmi? Yo'q, hamda keyingi o'yin. Bo'ldi, unda xohlasa birinchi bosqich o'yinimiz tugadi, ikkinchi bosqich nima o'yin o'ynaymiz? İkinci bosqichdagi o'yinimizdan qani jabduqlar sahnaga chiqsin. Javohiratlarni sahnamiz tizpasa, rahmat. Mana ko'ngillik o'yinlarimiz davomlashyapti. Endi ikkinchi o'yinimizni o'ynaymiz. Ya'ni bunda hozir ko'rib turibsizlar, jabduqlarni chiqdi. O'rindiqlarning hammasida har xil qo'nchoqlar bor. O'rindiqlarning egiz pastligi har xil tangshalgan. Har bir guruhidan birdan a'zo mana bu balvoqni belga chigib turib, mana keyindagi to'p bor. Ko'rdinglar-ku? Mushunda qilib harakatlantirish orqali mana qo'nchoqni tushiramiz. Buningda o'tirib, qo'pish, sakrash, dugulash, cho'glash qatorli harakatlarni qanday ishlasanglar bo'ldi. Faqat cho'glab mush kayninglardagi to'p orqali qo'nchoqlarni tushirsizlar. Xudoda xohlasa, oldin Zulfiqar guruhidan xayrlashimiz Zulfiqar bu o'yinni tamomlab baqsin. Vaqti 1 minut, 1 minutda qani qancha to'pni urib tushirib yetalaydi sinab baqayli, ya. Musobaqa boshlandi. 1 minut vaqti, ya. 1 minut. Ha. 4 sekund. Ha, yaxshi. Yaxshi. Ha, yaxshi. Yaxshi. 2 3 o'rnoqdaydi, ya. 2 o'rnoqdagi hisob emas. Ha, yaxshi. 3 o'rdi. 46 sekund, 47 sekund, 4 5 6 Vaqtishdi. Ya. 6'ni ördü. Naq 1 minut vaqtda 6'ni ördü. 6'ni ördü. Musobaqa boshlandi. Ha, yaxshi. Ördü. Ha, yaxshi. Qaray, yaxshi. Hisob emas. O'rindiqdagi hisoblasa. 3 yaxshi. 4 Oturdikini. Kuyruğumuzu başkaramaya adamsın. 6 yaxshi. 7 9'da ördü. Yaxshi.
Sağ, ayt. Ayt, orada kalı tek uzatsız ha. Ayt. Ayt. Ay kitap koyuyorlar, kitap koyuyorlar ama siz görün. 39 sekunda. Ekber en yaxshi rekordni yaratib o'tadi. Chip topni o'rib. 3. Ay. Ha. 5. Ay. Ay, vaqt tashdi. 6. Baş. Lan. Bir. Ah koşak bak tipe ağırış. Mağlak kepeka uyuyor menike. Bir de ördünüz ya. Oyluşağa. Koyusunu ördünüz. Tebessüm bulmasa. İyi. Kuşuma gördük git kaldı ya o. Ay. Yaxshi. Şundan senat kuyuratlar. Yaxshi. Yaxshi kuyuratlar. Vaqt tashdi. Üzük çoğaltıp koydu. Ha, buldu da bu basqıçda yalnız Zulqarsan'ın gruba üstünlükni yıldırayman. Biz aldıda altını. Bizni ördü. Biz aldı keyin her bir qitimda 6dan 5 kun tushadi. Sizlar o'rta ta'minsiz tushadi o zaman. Şimdi tamam. Sizlar 14 tushiribsizlar. Sirdoshlar klubi uchun bir vaqt berayotimiz rahmat. Muborak bo'lsin. Ikkinchi bosqich. Mana endi hozir 3-chi o'yinimizni boshlash oldida turyapmiz. O'yinlarimiz bir-biridan qizib ketib bordi. O'yinlarimiz bir qizib o'tdi. Yo biz bir qizib ketib boramiz. Bayatdan beri meni noyatmi o'ylandirdi. Dilg'ul qildi-da. Rost biz bir qizib ketib boramiz o'yinmi deb. Endi men o'yin texim qizmoqchi. Chunki maydonda inkar mal sizilgan 6 dili ko'rdinglar. Bir taraf cho'ng, bir taraf kichik. Shuning uchun biz yangi bir qoidadan birini chiqarmoqchi bu yerda. Ya'ni cho'ng tarafda o'yin qatnashgan o'ynal bo'zak bo'linmoqchi bo'lgan taraf turdi. Maydonning kichik tarafida bo'zak qilmoqchi bo'lgan taraf turdi-da. Undan keyin biz masalan bo'zak bo'linmoqchi bo'lgan tarafdan keyin bir odamning ko'zini aytib, masalan biz boshda o'ynagan bo'lsak, mening ko'zimni aytgan bo'lsak, bu 3 azmat meni qo'g'daydi. Qo'g'dab sizlar bizga to'xtamay buni atsizlar. Atgan ekan, menga top tegib ketishning oldini olib meni qo'g'daydi. Unda o'zi sizlar yig'ibsizlar, tomdak ikki odam tursa. Nima o'yliq baxubali. Musobaqa boshlandi. Vaqti 1 minut. Bu mümkün emasga bularning bu mustahkam sepilgan toshmidek taxoqqa. Nas vaqt to'shqanmiz. Yana 25 sekund bor. Vaqt to'shqanmiz biz. Mana uylab asqarat ya. Yana 7 sekund qoldi, g'ayrat qilinglar. 7 sekund qoldi yana. 7 sekund. Kim chiqildi? Adam, siz gerçi Zulqarni meni qo'lday deb kendi kutib olganmisizmi? Haqiqat sizni qo'g'lig'ini kimi bilasiz? Mana shu akamiz. Bak bu bali sizni o'zniki qomatli teni orqali qo'g'dab qoldi. O'z qancha tayoq yeysiz bor.
Ben hazır gözümde tanım etsem çok bektayak hep gittim eylelik için. Haydigili kılaptık kıldım emez mi? Şunlaşka bu mukaddes vazifini program grup sınavında sizge tapşırdık. Sizniki tayak götüreşlik. Adakçı gayret kılalaydıgan royunuz bizni ısıl suyundurup kelgen. Hem gözünüzge. Egmide. Qaramanadı. Şundan kaçını koklap gidersin ha. Malana 7 konti pekkas toş konti. Ha, ütüğla o kağır meydanı silah verdik. Neydi demesin? Bakı bali tek güzel. Bekti. Bana çaldaki sen okuyattık mı? Neticeni kıldık ha? Aldırdaki Neticeni kıldı. Ben bir adam bastırıp kırıp tutkan. Size 5 yıl anlatan bastırıp kırdığını atıyor toğla. Bizdekiler diyorsa bakı bakı. Buldun ait köngülük oyun. Sırdaşlar Kulübü. Bu programını rengarenk dünyanın hakiki közü boğan Köznek Abditali alohida qo'llagan. Turmush usulimizning yangi nuqtasi sog'lomlikni yemeklik bilan ishga oshirishdir. Yeshil nafas navbangchi Miran xalqaro to'pimizning xalqimizga sungan sovg'asi. Ota-onangiz uchun, oilangiz uchun, jumladan tanbagingiz kelmagan taqdiringiz uchun tunji qadamingizni iling. Miran xalqaro to'piga bir odam kirib, bir kollektivga boshlamchi bo'lib chiqsiz. Keyingi navbatdagi muvaffaqiyat egasi dal siz bo'lishingiz mumkin. Miran xalqaro to'pi sizni saqlayotdi. Xinjiang Microstar xalqaro savdo cheklik shirkati. Teşlikma. Acep test taptım bu Lilanoni'ne. Ma Lilanoni'den Eres. Bu otam kalsam opam kanaklarını. Ağa köptün köp rahmetimizni bildirimiz. Biz mana ushbu damlarda Okean televiziyasiniki Sirdoshlar klubi programmasi orqali bizdan faxrlik qerdishimiz Zulfiqar bilan birlikda ajoyib ko'ngillik o'yinlarni birlikda tamomladik. Shundaqla Zulfiqar bilan ayt yaxshi mo'ndish oldik, sirdish oldik. Zulfiqarniki haqiqiy o'zni qerdoshlarimizga yana bir qatam tunutdik. Uning boshqa mushunaq yaxshi paytlarda biz Zulfiqarning buningdagi kasbiy hayoti katta natijalarni tildik. Demak, biz ekrandagi ko'rmanlarimiz bilan maydondagi tomoshabinlarimiz bilan jumladan bugungi aziz mehmonlarimiz bilan birlikda o'tkazgan mana shu g'animat paytlarni intayin ahamiyatli, intayin ko'ngillik o'tdi deb aytalaymiz. Ham qarindoshlarimizning biz bilan o'xshash bir tuyg'u ekanligiga cheksiz ishonamiz. Biroq ko'ngillik tamlanish nihoyat qisqa bo'ldi ekan, shunlashqa biz bugungi Sirdoshlar klubi programmamizni qarindoshlarimizga vaqt e'tibori bilan meshada xo'sh deyishga majbur bo'lyapmiz qarindoshlar. Programmamizni har kunlik o'zinglar xohlagan paytlarda Okean televiziyasiniki Qanilim, Teatrim kanallari orqali xohlagan vaqtida ko'rsanglar tamoman bo'ladi. Undan başqa yana Köznek Abditali orqali har vaqt har joyda telefoningiz bilan bemalol ko'ra olasiz. Onundan başqa yana programmamizni alayda qo'llagan Köznek Abditaliga alayda atab yozgan she'rimiz bor. U bo'lsa-mu rang-rang dunyoni ko'rstar Köznek, cho'ng kichik ishlarni bildirar Köznek. Köznekda dunyoning sirlari ayon, so'q berib hayotdan kuldirar Köznek. Rahmat.
biz qarindoshlarimizniki ko'znak app detali orqali, ya'ni ko'znak app detalini telefonlarga tushirib olish orqali qolgan vaqtida bizning bugungi mana shu kunlik bir programmamizni ko'rishini qizg'in qarshi olamiz. Albatta ko'znak app detalda biz Okean televiziyasining yana boshqa nadir programmalari orqali sizlar bilan davomli uchrashib turamiz qarindoshlar. Shundoq undan boshqa yana programmamizning oxirida programmamizni izchil qo'llab kelayotgan riyosatchilarning jazbidor qiyofatda ko'z oldingizda namoyon bo'lish uchun kuch chiqargan Shanxay qabush kiyimchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Undan boshqa yana chiroyli obrazimiz layligan Rozimat To'ygirim to'y suratchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qarindoshlar, Alloh xohlasa bugungi programmamiz bishada oxirlashdi. Amallarning ko'rpagini Allohga ko'pdan ko'p rahmat. Inson programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.